E'tibor bering, 8-testda aniq tushadigan va ko'pchilik tahlil qilishda qiynaladigan holatlar haqida gaplashamiz. Xo'p, ketdik. Fe'llarning munosabat shakllari nechta? 3 ta. Zamon, shaxs, son, mayl. Xo'p, ketdik. Zamon. Zamon bu fe'lning qaysi paytda bajarilayotganligini ko'rsatuvchi shakldir va o'zbek tilida 3 ta zamon bor. O'tgan, hozirgi, kelasi. O'tgan zamon qo'shimchalari degan, ya'ni keldi, kelgan, kelibdi. O'tgan zamon ya'ni ish harakati bajarib tugalganligini bildiradi. Keldi, kelib bo'ldi. Hozirgi zamon yap, yapti, yotir, ayotib, moqta shakllarini oladi va ish harakat ayni shu momentda bajarilayotganligini ko'rsatadi. O'qiyapti, boryapti, yozyapti, kelmoqda kabi. Kelasi zamon hali amalga oshirilmagan harakatni ifodalaydi. Ar, ajak, gusi, gay. Boradi, kelar. Bizning ko'chalarda bayram bo'lajak. Hali bo'lgani yo'q, kelasi zamon kabi yoki gusi, gay. Endi asosiy eslatma. Ko'pchilik zamonda faqat qo'shimchalarga qarab topadi. E'tibor bering, zamon birinchi qo'shimchaga qarab emas, ma'noga qarab topiladi. Keyin esa qo'shimchaga qaraladi. Bu nima degani? O'zbek tilida zamon uslubiyati degan holat bor. Mana birinchi gapni qarang. Biz ertaga Toshkentga ketyapmiz. Gapi qaysi zamon desa, kelasi zamon olinadi. E'tibor bering, shakl hozirgi, ma'no kelasi. Hukm esa ma'noga qarab topilishi kerak. Xo'sh, nima dedingiz? Hali deyilgani yo'q. Ma'no kelasi zamon, demak bu kelasi zamon, lekin qo'shimcha o'tgan zamon. Uchinchi, avvallari dugondan biznikiga tez-tez kelardi. Ya'ni ish harakati bajarilib bo'ldi, o'tgan zamon, lekin kelasi zamon ifodalayapti. Eslatma, zamon birinchi ma'noga, keyin esa qo'shimchaga qarab topiladi o'zbek tilida. Keyin esa shaxs son. O'zbek tilida shaxs sonning qo'shimchalari bor. M, K, N, yoki uchinchi shaxs nol formada, yoki manmi, sansiz, yoki deydilar. Lekin e'tibor bering, 8-testda ularni aynan qo'shimchaga qarab emas, siz mantiqan ham topsangiz bo'ladi. Ya'ni bu nima? Mana birinchi gapni qarang. Birinchi holatni qarang, fe'ldan. Bormayman. Siz fe'lga shunchaki 3 ta savol bering. Men bormaymanmi? Sen bormaysanmi? U bormaydimi? Men bormayman. Xo'p, demak menga tushadi birinchi shaxs. Shunday tahlil qilish kerak. Ikkinchisi, misol uchun yoqsa, u yoqsami, men yoqsami, sen yoqsam, u yoqsa, uchinchi shaxs. Yoki ko'pligi, o'qiy olasiz. Biz o'qiy olamiz, olasizmi? Sizmi, umi? Siz o'qiy olasiz. Ikkinchi shaxs ko'plik. Unutdi, men unutdi, sen unutdi, u unutdi, uchinchi shaxs birlik. Ya'ni siz shunchaki men, sen, uni fe'lga so'roq berish orqali shaxs sonini topsangiz, 8-test birinchidan test tahlil qilinadi, ikkinchidan oson tahlil qilinadi.